PUBG Mobile'da 120 FPS ochadigan top 4 ta eng arzon telefonlar. 4-si sizni aniq hayron qoldiradi. Birinchi telefonimiz Redmi K50 Ultra, chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, batareyka sig'imi 5000 mAh, quvvat olish tezligi 120 Watt, 0 dan 100% gacha 20 daqiqada to'ladi. Narxi $192 atrofida. Ikkinchi telefon OnePlus S2 Pro, chipset Snapdragon 8 Gen 2, batareykasi 5000 mAh, quvvat olish tezligi 150 Watt, 0 dan 100 gacha 17 daqiqada to'ladi. Narxi $230-250 atrofida. Uchinchi telefon iQOO Neo 8, chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, batareyka sig'imi 5000 mAh, quvvat olish tezligi 120 Watt, 0 dan 100% gacha 20 daqiqada to'ladi. Narxi $200 atrofida. To'rtinchi telefon Realme GT5, chipset Snapdragon 8 Gen 2, batareyka sig'imi 4600 mAh, quvvat olish tezligi 240 Watt, 10 daqiqada 100% gacha to'ladi. Klassik va zavod ko'taradiganlar uchun ajoyib telefon. Narxi $250 atrofida. Yuqoridagi barcha telefonlarni to'liq xarakteristikasini kommentariyaga yozib qo'yaman. Bu telefonlarni siz Instagramda yoki Telegramda Import Mobile kanalidan xarid qilsangiz bo'ladi. 100% ishonchli, tezkor, sizga ma'qul kelgan telefonlarni Xitoydan 10-15 kun ichida qo'lingizgacha olib kelib berishadi. Kanal linki video pastida va kommentariyada bo'ladi.